Yaxşımısınızlar dostlar. Unda biz aldığımız saat dersimizde reject'niki baş kısmını yasashni o'rgangandik. Unda olsa bu saat dersimizde şu beshikki teshiklarni hosil qilishni o'rganamiz. Ya'ni quloq o'tkazilgan teshikni. Tamam. Bo'lsa biz avval quloqlarniki o'rnini belgilaylik. Silindir shunaqo. Bunu qanday qo'shdim degan vaqtda shiftni bosib turib, mouse'ni o'ngini bosgan vaqtda o'ngini ko'tarib chiqqanning hammasi tayyor jismlar shunaqa. Doksan gradus o'rib oldim. Ondan tomlig'ini belgilaylik. O'rni taxminan bir yerda. Tomliqi taxminan 3-lik. Endi shunday teshikdan 1 2 3 4 shunaqa 4 7 bor ekan. Endi yan ko'rishdan o'tlaylik ama yan ko'rishdan tanishayli. Men mana ichib qo'ygan motorni. Bunun o'rni bu yerda. Bunun o'rni bu yerda. Bunun o'rni bu yerda. Bunun o'rni bu yerda. Ma quloqniki o'dli ko'rinishdan o'dli kelgan bilan yan ko'rinishdan egiz chiqib qoldi. Ma quloqniki pozitsiyasiga o'rdilar. Bu 100% to'g'ri emas. Asosiyatdan o'dli keltirsak ham bo'ldi. Ma biz sizib olgan ma rasmlar 100% to'g'ri kelib chiqishini atayin. Shunga biz birini asos qilib turib yasaymiz inson o'rtasida. Bunda bo'lsa, shuni o'zi teshikniki o'rni bo'ldi. Endi biz bularni bir qavatga ayirib tanlag'il bo'lmaydiganligiga ko'taramiz. Ben mouse segmentniki o'rnini tanishim. Aldım başlayalım. O'rni miyadek bo'lsin. Sağ üstte. Bo'lgandan keyin ondan ma'no o'rni sal pastda, ya'ni bu yerda bo'lsa bo'ldi, bu yerda bo'lsa bo'ldi. Yoki men bu yerga qo'yay, ma'no qo'yay. Undan bu yerga birni ma'noki markaziga birni ma'nomi men bunu markaziga to'g'rilaydi. Undan bu yerga birni undan bu yerga birni bunun markaziga birni ma'ni azroq bo'ldi. Aytmoqchi, texnik yo'limizda ma'ga bir nuqta qo'shib olgandan keyin mana yana yuksak bo'ldi. Masalan, bu yerga ma'ni o'rnini
Bundan merkeziga degani shu aylanmaga merkez qilgan ha. Asosda bir ne dedim shunaqa. Shunda qo'yib olamiz. Qo'yib bo'lgandan keyin tarixni jo'ytaylik. Tarixni jo'yishning tizimli buyrug'i Shift Alt D. Shunda biz vaqtimizda tarix jo'yildi. Endi men tuşniki o'rnidagi chekitlarni tanlayman ya. Yine bu ceket, shunday qo'y. İçinden mavi shunday qo'y. Mana shu chekitlarniki o'rnidan biz to'shqaslik qilamiz. Shift ni turib, mouse'ni o'ng knopkasini bosgandan keyin transfer vertex shunday qo'y. Oldin qatam o'rgangan tur. Endi matrik qilishni shunday qo'y. Shuning uchun men bu tarafini hozircha jo'yitib turay. Detach component shunday qo'y. Jo'yitdik. Endi yana bir silindr yoki bo'lmasa mana şekilden birini ko'payib bo'ldi. Shu yana birini akiraylik. Eng yaxshi usul yana birdan silindr akirib 90 gradus urgandan keyin bu segmentini 8 qilib tanishib 100 jo'ytaylik. Andan buni shunday qo'y. Merkezine koygandan keyin qaranglar. Biz buni me ekrisni eng tez usuli qanday degan vaqtda mana bir buyruq bor qaranglar. Ko'rolma Snap Target Tool. Bundan biz yüzünü tanlab, undan ko'chirib ekelmoqchi bo'lgan yuzini bir tanlasak, undan mana bir siziq paydo bo'ldi. Ya'ni buni bu yerga eklama degan gap. Enterni bossaqlar, bu shu yerga bordi. Endi men buning cho'nligini tanishib olay. Yani görüşten tanışsak burada. Bu neymiş? Özünü oku boyunca tanış olaydı. Ondan bunun çoğunluğunu mavi, yani bayağı mavi külrenlik bayağı biz koygan kulakninki düşkide belirgen şekilde küçük koymasımız gereken ama daha bu kazanmaydı. Çok koymuş ondan çoğun yoki tanımız gerek. Tahminen üçüncülük olsun. Geldi bu. Hem de shift'ni bostirib multikodini qo'ymani bilasizlar. Bu yerga bo'lgandan keyin bulan jo'ytiriladi. Bu chekitni V'ni bostirib bunga mush bo'yicha to'liqlaydi. Shundan bilan bir teshikninki o'rin tayyor bo'ldi. Shuna qo'yib men buni yuzini o'rtayga ko'rish qulay bo'lishi uchun.
Endi o'xshash usul bo'yicha yozma ilversam qaranglar, teshikning o'rni tayyor bo'ldi. Endi o'xshash usul bo'yicha ikkinchi qadamni, ya'ni ostidagini teshib chiqaylik. Buni bevosita yutkab kelgandan keyin egizligini bilan tam sal turib bilan tanishib olsak bo'ldi. Bo'lgandan keyin bunga yana segment qo'shib davom. Yuzini jivattoq jivatgandan keyin bularni ko'chirib eklaylik. O'xshash usuldan buni yana bu o'ringa yüzünü jivatdim shunaq qo'yib, plane'ni jivatdim endi. Buni o'xshashlar V kısmı besib yutkazdim shunaq qo'yib, V ni bosgan holda nuqta bo'yicha yutkildi shunaq qo'yib, nuqta voyaga yutkildi. O'xshashlar buni V ni besib turib, B'ga o'tlaymiz. Bunlar bunun o'rniga yo'l qilmadi. Shuni jivatdik. Jivatgandan keyin moshlarning o'zi to'shikning o'rni bo'ldi. Endi buni biz yanına qarasak, bu yerlar mana teshig'i chiqib qolgan ahvol bo'ldi. Shuning uchun biz buni qanday qilamiz deganda ichiga kuzataylik. Bunun o'xshashlar ichiga shu
Ahirqisi shuni kesib ko'rib qo'yaylik. Shuning bilan mana tushunki o'rni tayyorda miyada ozroq masala qanaqa. Aşkısı azroq kichik kerak ekan shuna qo'y. Kichikkina. Ma aslida azroq masala bor ekan. Maya bo'ldi, endi ma'noli ozroq maslaga qaranglar. Ko'p bo'ldi shunaqa. Shuning bilan mana tushunki o'rin belgilab bo'ldi. Endi ma iç tarafninki ham o'ngay to'xtaydi. Qandoq degan chog'da biz shu boyam belgilab olgan o'rindagi teshikni bevosita ichiga tiqib olsaklar, bu yerdan o'rni ko'gili bo'ldi. Umarım biz mavi yüzlerini yükleyelim. Bunda quloqniki tushkun chiqadigan o'ringa bek yaqin yoki tegib qolgan bo'lsa bo'lmaydi. Amal bor, sirchiroq bo'lsin, lekin bekchiroq model kelsin bo'lmaydi. Amal bor, muvofiqroq bo'lsin. Endi bulan biz extrude qilib ichiga tiqib olsaklar, mana teshik tayyor bo'ldi degan gap. Biz bularni G-ni bosib turib tekshirib olaylik. Undan buni V-ni bosib turib buni o'dilda saqla. Mana bu texmo qulaylik bo'ldi bizga. Qaranglar. Texmo yaxshi bo'ldi. Tekshirib, V-ni bosib turib buni o'dillab, buni o'xshash knopkasidan G-ni bosib olgan vaqtda bu
ne bo'libdi? Masalan, rotate'ni aylantirgan vaqtimizda 15 gradusda aylantirdi. Qisishni qilgan vaqtimizda 1-0 bo'yicha qisildi, shundaqmi? Endi biz ma chekitlarni faqatla u bilan u deyman, x bilan z dan avval shuningki o'rnini keltirib olaylik, birinchi bo'lib. Bu z yo'nalishi shunaqmi? Bu y yo'nalishi. X bilan z emasa, y bilan z yo'nalishi. X chekilmaymiz hozircha. Nima uchun buni qilamiz degan vaqtda, aslida yanto. Shunaqa emasmi? Masalan, usti tar, osti kangri. Shunday bo'lgandan keyin biz buni bevosita markazini tutib kelib qolsak, o chaqda yanto'liqqa kishib mangmay maniki boyamda men chambarni qisib o'tgan emasmi? Qisib o'tgandan keyin u bir tekshirlik hosil bo'ldi. Shu tekshirlik bo'yicha chiqib olib, maniki tekshirlikka bo'ysunmay qoldi. Endi buningki boyamdan biz chiqargan shaklninki chekitlarni shunday o'rlab pesaklar shiptida qaranglar. V'ni besib turib, o'xshash. V'ni besib turib. Ustim o'xshash. Y bilan Z shunaqa. Endi bu shaklning chekitini bu yerda biz ko'rib chiqqan shaklning chekitini hozirgi biz ratlagan chekitga o'dillab qo'ysak bo'ladi. Shunlar bo'lmadi, mana o'xshash. And then buningkini shunaqa. Endi aniq qilib chiqamiz degan vaqtda bu taxe ulanmadi shunami? Qanday desanglar, mana ulanmadi. Biz mushlarni haqiqiy ulatishimiz kerak. Shiftni bosib turib, bizlarga border vertex
bölünmegenden keyin mana chekitler ulandı. Özara en yakın turgan chekitlarni ulaytdi o. Demin bulan yeşil kere bakaya. İç tarafınkini sal kichikroq qilaylik masalan. Ular qo'ysin pek cho'ng yeyishib ketmasin bo'lgan bular. Kompleksten Trigon kısmı basқан vaqtda bular oldingi mahsulotni qaytlaydi shunaqa. Sirtininkini shu. Miyani avval tushiraylik. Miya bir masala ko'ribdi. Bu masalani qanday qilamiz degan vaqtda Sıkıntı jüvesek lan. Mesela da buldu. Surface şekilde hemen çoğalttı. Ama orunda azırak tanışıyorlar ya. Hem de yeni bir kur segment koşaylı. Hem bunu değiştireyim. Bunun o'xshash miyadan ma'lum chekib tutish qopti, mashq chekib tutish qopti. Bunun o'xshash usulda shunda o'xshaymiz. Endi bu yerimninki yasash jarayoni bitdi. Endi nima ish qilamiz deganda qolgan yerimini paydo qiladi. Undan burun biz mouse ust qismidagi segmentni azroq tanishib o'taylik. Masalan, mouse asli bundoq kelmasi kerak. Ondan mouse qismini o'taylik. Şunun bilan mushbet qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa buni mana chiqish orqali segmentni boshqa qo'ysak bo'ladi. Hozir xato emas, hozirmi 4 burchak mana. Buniki -8 shunaqa. -8 shunun bilan qolgan yerim paydo bo'ldi. Endi mana chamber mana ya'ni mana teshiklarga bir xil qirliq qilib qoldi shuni, ammo buni qanday qilamiz degan vaqtda ishimiz ko'rib boqaylik. Ishimiz ko'rgan vaqtimizda bu intayin chiroyli ko'rindi. Biz mush shaklga keltiramiz buni. Qanday qilamiz deganda smooth shunaqa smooth qilib olsaklar bu shakl mana.
tuşni bosmasaqmi, shunda chiroyli ko'rindi. Shuning bilan to'shik tish bosqichi mishat oyoqlashdi. Bu sarak darsimiz tugadi. Keyingi sarak darsda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.